Yon, katta muammo bor, katta muammo. Nima bo'ldi? Qandaydir yigit oq qizil niqobda kelib, himoyachi toshini o'g'irlab ketdi. Tomimizda turadigan muqaddas tosh. O'sha tosh tiriklar va o'liklar o'rtasidagi devorni hosil qilib turgandi. Shunchalar muhim bo'lsa, nega tomda turibdi uyda emas? Chunki u Samzu oqimiga qarab turadi. Rostdanmi? Ha? Xudo ketdik, uni topamiz.